Bu bizni YouTube platformasiga birinchi qo'yilayotgan video emas. Keyingi videolarimizda to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bizni qo'llab-quvvatlab kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar foydali bo'ladi, xudo xolasa. Azbro ishxonamizda 50 xilga yaqin mahsulot ishlab chiqariladi. Bu safargi videomizda to'liq 5 xil mahsulotni obzor qilib beramiz. Xo'sh, bir g'ildirak aravaga mana shunaqa qozon, bir g'ildirakli aravani to'liqligicha bitirib qo'yganimiz ham bor. Agar menga faqat qozoni kerak deydiganlar bo'lsa, qozonni ham qilib beraveramiz mana. Bu detalli hamma taraf kesib chiqilib, общий svarka qilib kuyiladi. To'liq bitta объемli list emas. Keyingisi mana loy tayyorlaydigan kareta. Buni sovuqqa ishlatish mumkin, uyda yem-hashak bo'laveradi. Butun narsa. Bo'yi 1.15 ga, uzunligi 2 metr, borti 30 sm. Endi apalivkamiz 19 metr bo'ladi. 62 ta o'qi bo'ladi. Ikkita syomnik, ikkita burchagi. Apalivka endi bilasiz, ko'pchilikka ishlaydi. O'xir, mollarga o'xir. Yarim tayyor holati 2 metrligi, 2.30 ligi, 2.60 ligi bor. Bularga ikkala qopqog'ini yopib, oyoqlarini qo'yib berishimiz ham mumkin o'zimizda. Agar yo'q, menga shu mahsulot o'zi kerak deydigan bo'lsa, ikkala tomonini bir tomoni bir marta, bir tomoni ikki marta qayrib, shunday ortib chiqarib olishimiz ham mumkin. Bitgan karetalarni ham ko'rsatib qo'yaylik mana. Объемni. Bu ishlab chiqaruvchini qo'lidan birinchi qo'l. Narxiga keladigan bo'lsak, hozirgi kundagi narxi 550 ming so'mdan donasi. Endi bitgan aravalarimizni ko'rsak, aynan mana shu yetalab turganim sakadiska miravoy balon. Hozirgi kundagi buni bo'lib turgan narxi 500 ming so'm donalabga. Optim oladigan bo'lsa, buni ham kelishtirib beramiz. Drabilkamiz bor. Drabilkamizni ko'rsatsak, mis motorligi, alyumin motorligi bor. Mis motorligining hozirgi kundagi narxi 2 million 400 ming so'm. Yo'q, alyumin motordagi 2 million 400 ming so'm, mis motorlik 2 million 600 ming so'm. 3,5 ming оборот. Pastlikka ham ishlaydigan alyumin motorlar. Keyin narxini kelishtirib beramiz. Keyin 4x4 profil. 4x4 profilimiz bo'yi 2.60 lik. Donasi 40 ming so'mdan metrga 15.500 so'mdan to'g'ri keladi. Xatosi bo'lsa, uncha tuzatib ketilaveradi. Qo'ydingizmi uni? Bo'ldimi? Ko'rib turgan lisimiz konteyner tom qismidan chiqadi. Bo'yi 2.34 ga, eni 208. Buni tekizlab mana bunaqa uskunada valsovka deyiladi. Bunda birinchi etap tekizlanib turib, keyin qaychiga o'tkazamiz. Bu tekizlangan holati. Buni qaychiga o'tkazib, kesib turib, keyin mana bunaqa 3 talik valsovkamizda egib turib, o'g'irlab keladi. Mana tayyor o'g'ir bukilgan holati ko'rishimiz mumkin. Lislari ham o'ta tiniq holatda. Birinchi qo'l holatda qilib beramiz. Narx-navosini aytib ketay buni. Mol o'g'ir 1 metri 125 ming so'm. Xom holati bu. Karetamizni ham yarim tayyor holatini qilib beraveramiz. Bundan tashqari kanalimizda 6 metrli va 12 metrli konteynerlarni butunicha ombor uchun ishlatgani narx-navolarni ham, o'zini ham so'rab bilsanglar bo'ladi. Bu bizni YouTube platformasiga birinchi qo'yilayotgan video emas. Keyingi videolarimizda to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bizni qo'llab-quvvatlab kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar foydali bo'ladi, xudo xolasa.